Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi ishlarimizni boshlab olganmiz. Bugungi ishlarimizda Nexus 2 avtomobilini olib qo'yganmiz. Bunda kuzatilgan muammolardan mashinamiz kirishga prokuratsiyalari moy qo'yib yuboribdi. Kirishga prokuratsiyalarini yechib oldik. Mana almashtirib beramiz. Yangi prokuratsiyalarni qo'yib svichalargacha moy qo'yib olgan ekan. Svichalarni almashtirib beramiz. Svicha provodalarini moy ichida ko'p yurgan, yorilib ishib ketibdi. Svicha provodalarini yangilab beramiz. Kirishkalarida mana moylari turibdi. Ko'p moy oqizgan. Kirishkalarni tozalab, hamma ishlarni yengillik qilib bitkazib beramiz. Chiroyli holatda. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.